Assalomu alaykum, ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimiz ham Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Chiroyli bir ajoyib narsa chiqdi. Hozir hammasini bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu ham 04 oqqan 04 mokrimiz. Koreyskiy mokri deyiladi. Sal bidir-bidiroq. Mana endi telefonda ko'rinaydimi yo'qmi bilmadim. Mana tarnovlarimiz ham. Mana ko'rib, mana nashyasi grantga ham bir sizlarga bitta turgan ish jarayonini olib YouTube'ga qo'ygandim. Mana bitta endi hozir qo'shnisiniki material topib kelib endi betga qo'l tegyapti videoga olishga. Mana ko'rib o'zlaring chiroyli baho beraverasizlar. Kimni uyiga mana shunaqa telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilasizlar. Qo'limizdan kelganicha hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Endi kelishib qolsak, boshqa viloyatlarga ham, Toshkent shahriga ham chiqishga harakat qilamiz. Ustamiz ham qo'li dard ko'rmasa, uyda egasi ham xursand, vashim chotki chiqdi Sherzodbek. O'ta ishlaring chotki ekan deb, hozir tashqarini olib turib, bir darvozaxonani ham, endi darvozaxona pastroqgacha hali fasonlarda qo'limizdan kelgancha qildik. Burchaklarni ham baho beraverasizlar. Ishda ham masalan mana hamma narsani o'ziga yarasha mashaqqati bor deganda, mana burchaklarni ham qo'ldan kelgancha qaraganda bir xil hamma joyda mana burchaklarni ham chiroyli qilib qo'ldan kelgancha inshaalloh ko'rib baho beraverasizlar. Mana darvozaxonamiz. Pastdaroqga endi iloji mana shu fasondan qilib berdik. Ko'rib o'zlaring nima qilsak bo'ladi, tekis biron narsa qilib bering deb, sal o'zgartirish qilib, chekkasini chiroyli darishga qilib beraman aka, siz hijolat olmang deb. Qo'ldan kelganicha qilib berdim. Travitin xizmatlarini ham endi travitinchilar bugun kelmabdi. Endi buni ham aytib qo'yardim sizlarga. Nomerlarni endi iliq travitinchilar ham bo'lgan. Mana Telefon xizmatlari mana shu nomer bizniki, mana usta Sherxon. Mana shu mashina boradi, sizlarni uylaringni o'lchagani, hisob-kitob qilgani mana shu usta Sherxon. Mana tashqari gazroklarimiz. Mana travitinda ham, mana so'killarda ham mana travitindan chiqarib mana shu fasonda keltirib ketyapti ekan. Endi bizning ishimiz tunikafoni mana endi kimdir hali fasadni qanday holatda keltirsak desa, mana shu holatlar ham chiroyli chiqar ekan. Ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Buni narxi 135 ming so'mdan qilib berganmiz, hamma narsa ichida. Endi hozir narxlarimiz ozgina qaytgan. 04larda mana 130 ming so'mdan qilib beryapmiz bugundan boshlab. Kim mana telefon qilsa 110 mingdan 130 minggacha hozir telefon xizmatlarimiz. Akalar, ukalar, opalar, singillar 130 ming so'm narxlarimiz sal qaytganligi uchun mana qo'ldan kelganicha mana shu fasondagilarni bexijolat aytaverasizlar. 04 tunikamiz, hamma narsasi 04 bo'ladi. Hattoki devorkangiz, palasalarga birorta yuqalis umuman aralashmaydi. Unisiga biz javob beramiz. Agar shunday Sherzodbek mana shu tunikangiz yuqorog'idan kelib qolib desa, shuni pulingizni qaytib berib, uyingizni tekinga qilib chiqib ketaman. Mana shunaqa ish qilamiz biz. Shuning uchun Xudo xolasa birortasidan uyalib qolgan joyimiz yo'q, yo birortasidan tilimiz qisiq joyi ham yo'q, bexijolat. Sizlar bilan usta Sherxon bexijolat telefon qilasizlar, nomerimizni ekranda qoldiramiz. Bizdan uzoqlashmang, like, gruppaga a'zo bo'lib qo'yishni unutmanglar. Do'stlaringga ham tashlab qo'yaverasizlar, bexijolat kimdir uyiga, o'rtoqlariga, og'aynilari qildirmoqchi bo'lsa, shuni tashlab qo'ysalar, kelishib qolsak qilamiz.